Nodir aka, Arion 630 traktorida injektor kabelining yaxshi ishlamasligi qanday muammolarga olib keladi? Traktorlarda injektor kabelini yaxshi ishlamasligi 3 ta asosiy sabablarga, muammolarga olib keladi. Uchinchi muammosi juda ham asosiy muammo. Birinchi muammosi, injektor kabeli yaxshi ishlamasa, injektorlar pereboy ishlaydi, motor pereboy ishlab turib, motor keskin quvvati pasayib ketadi. Ikkinchi muammosi, toklar vaqtida yaxshi normal yetib bormaganligi sababli injektor orqa qismidagi katoshkasini tez ishdan chiqaradi. Uchinchi asosiy muammosi, kabellardan eskira chiqib, eng xavfli yong'in muammosini keltirib chiqarishi mumkin. Bu muammolarni bartaraf qilish uchun kabelni yangisiga almashtirish lozim deb tavsiya beramiz. Ushbu kabellarning qanday turlari mavjud? Ushbu kabellarni maxsus zavod tomonidan ishlab chiqarilgan turlari mavjud va mahalliy ustalar tomonidan qo'lbola qilib yasalgan turlari mavjud bo'ladi. Ularning farqi shundaki, zavod tomonidan ishlab chiqarilgan maxsus kabellarda maxsus karbon qoplamasi bilan qoplangan bo'ladi. Bu karbon qoplamalari issiqlikka chidamliligini ta'minlaydi va tolalari yuqori kuchlanishlikka chidamli bo'ladi. Demak, zavodda ishlab chiqarilgan sifatli injektor kabellar qimmat bo'ladi, shundaymi? Yo'q, aksincha. Biz mijozlarimizga qulaylik yaratish maqsadida ishlab chiqaruvchidan, zavoddan, ya'ni to'g'ridan to'g'ri olib kelganmiz va sifatiga kafolat beramiz. Agar sizlarga bu kabellarni narxi qiziqtirsa, kommentariyada plus belgisini qoldiring yoki quyidagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Ushbu kabellarni O'zbekiston bo'ylab yetkazib berishimiz mutlaq bepul.